gradusli bu issiq havoda ovqat ham ketmayaptimi? Tushlikka, kechga taom o'rnini bosadigan, juda ham mazali, tayyorlanishi ham oson bo'lgan salat tayyorlaymiz. Lahmgina mol go'shtini parrak qilib to'g'rab olamiz va soya, tuz, kashnich maydasi, xohishga ko'ra chesnok bilan marinovka qilib qo'yamiz. Go'sht yanada yumshoq, mazali bo'ladi. Qizib turgan tovaga yog' solib, yog' sal qizigach, go'shtlarni solib, suvi chiqib tugaguncha yaxshilab qovurib pishirib olamiz. Baqlajonlarni parrak qilib to'g'rab olamiz. Avval tuxumga, so'ng non talqoniga yaxshilab belab olamiz. Qizigan tovaga yog' solamiz. O'rtadan pastroq olovda baqlajonlarni har tarafini tillarang qilib qovurib pishirib olamiz. Ustilari qirsildoq, ichlari yumshoqqina bo'lib, juda ham mazali bo'lib pishadi. Muzlatkichdagi pomidor, bodring bo'lsa, uni ham parrak qilib to'g'rab olasiz. Cheri pomidordan o'rniga oddiy pomidordan ham foydalansangiz bo'ladi. Yanada mazali, yanada suvlikkina bo'lib chiqadi. Xohishga ko'ra har xil ko'katlarni solasiz. Salat bargi, kashnich va rukoladan foydalanasiz. Xohishga ko'ra har xil ko'katlarni solasiz va yaxshilab aralashtirasiz. Ko'rinishidan ishtahani ochadigan mazali salat tayyor bo'ldi. Sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangizningkiga mehmonga keling.